Agar sizda quyida ko'rsatilgan tochkalardan qaysidadir og'riq bo'lsa va uy sharoitida qanday qilib bularni yo'qotish mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Demak, birinchi tochkamiz mana bu joyda bo'ladi. Agar sizda og'riq aynan shu joyda bo'lsa va tepadan ikki tomondagi mushak pastga tortib og'risa, ensa qismida esa uvishish bo'lsa, bosh og'riq kuchli bo'lsa, demak sizda bo'yinni orqaga pastga tortib turuvchi, ikkinchisi esa bo'yin qismidagi umurtqalarni protruziya, osteoxondroz va grijasi hisoblanadi. Bo'yin mashqlarini qilish orqali esa bu og'riqlarni yumshatish mumkin. Bir raqamiga mashqlar. Buning uchun bo'yinni bir tomonga qilib tortib ushlab turamiz. Mana bu joyda mushagingiz tortilishi kerak. 30 soniya ushlab turamiz. Keyin sekin qo'yib yuboramiz. Endi bu tomonni. Keyingisi esa oldi tomonga nagruzka bilan cho'zib ushlab turamiz. Bunda orqa tomon tortiladi. Ikkinchisi esa yelka qismidagi og'riqlar ko'rsatilgan joylarda agar sizda toliqish bo'lsa, achishish, ko'targaningizda og'riqlar bo'lsa, demak sizda nadosная мышца, ya'ni kurakni ustki qismidagi mushakni suxajelisi, suyakka birikadigan joyi yallig'langan. Bu kasallikni tendinit kasalligi deymiz. Buni yo'qotish uchun esa nafaqat mashqlar bajarish kerak, balki vaspaliniyaga qarshi, ya'ni yallig'lanishga qarshi dorilar ham olish kerak bo'ladi. Keyingi mashqlarimizda bu 2 raqamiga mo'ljallangan. Bunda yelkalar ham qatnashishi kerak bo'ladi. Birinchisi 10 martadan o'ng tomonga va chap tomonga boshimizni buraymiz. Oldinga, orqaga. Buni ham 10 martadan qilamiz. Keyingi mashqimiz qo'llarni yon tomonga cho'zamiz. Ikkita yon tomonga. Cho'zgandan keyin boshimiz qaragan tomon kafti tepaga bo'ladi. Teskari tomon esa kafti pastga bo'lishi kerak. Endi aylantirganimizda bu narsa teskarisiga mana. Mana shu holatda bo'lishi kerak. 10 martadan qilamiz har bir tomonga. Keyingi mashq devor yoniga turib olib, qo'lni mana shunaqa ushlagan holatda tepaga juda sekinlik bilan ko'taramiz. Og'riq turguncha. Misol uchun mana shu tochkada og'riq turdimi? Shu tochkada 10-15 soniya ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Keyin sekin tushiramiz. Yana ko'tarib boraveramiz. Endi teparoqgacha ko'taramiz, og'riq turguncha. Ushlab turamiz, keyin sekin tushiramiz. Ikkinchi qo'l tomonga ham shu mashqni qilsak bo'ladi. Keyingisi qo'lni yon tomonga cho'zgan holda, agar balandroq qila olsangiz balandroq qilasiz. Bo'lmasa pastroq ushlagan holda ikkinchi qo'limizni olib kelib shunga tekkizamiz. To'g'ri ochiladi. Tekkizamiz. 10 martadan qilamiz. Bu tomonga 10 marta, ikkinchi tomonga 10 marta qilinadi bu mashq. Uchinchi tochkamiz, mana bu joyda bitta tochka achishib og'riydi. Qo'llarni, bo'yinni harakatlantirganda tortishadi bo'yinga qarab yoki kurakka qarab tortishishi mumkin. Bu ko'pchilikda uchraydigan kasallik. Bunda asosiy sababchisi bu kichik romsimon mushaklarni shamollashi va o'sha joydagi nervlarning yallig'lanishi hisoblanadi. Buni ham o'zini aynan mashqi bor. O'sha mashqni qilish orqali og'riqlarni yengillashtirish mumkin. Bunda ham aynan shu joyni mashqidan tashqari bo'yin mashqlarini ham qo'shishingiz kerak. Chunki bu mushakning bitta uchi umurtqaga birikadi, ikkinchi uchi esa kurak suyagi va oldi tomondan yelka suyaklariga kelib birikadi. 3 raqamida ko'rsatilgan joy bu kichik romsimon muskul. Bu ko'pchilikda uchraydi. Kurakning ustki qismidan bo'yin tomonga xuddi ip tortgandek tortib og'riydi. Bo'yinni burganimizda yo yelka bilan qimirlatganimizda og'riydi. Qo'llarni oldinga tirsakni bukkan holda cho'zamiz. Tirsaklarni tanaga jipslashtiramiz. Qo'l to'g'ri turishi kerak. Ya'ni bu yoqqa yo orqa tomonga bukilishi kerak emas. To'g'ri turadi va sekin astalik bilan ikki tomonga cho'zasiz. O'zi ma'lum bir darajaga kelganda qo'llaringiz to'xtaydi. To'xtagandan keyingi qiladigan ishingiz kuraklarni orqa tomonda bir-biriga yaqinlashtirib, ko'krakni oldinga cho'zasiz. Mana oldinga cho'zdingiz, to'xtadi qo'lingiz. Keyingisi kurakni birlashtirib, ko'krakni oldinga cho'zasiz. Mana. Oldi tomonda mana bunaqa.
10 martadan qilish kerak. Bu juda zo'r mashq. To'rtinchisi bu ikkita kurakni orasida bitta nuqtani achishib og'rishi va nafas olganingizda yo nafas chiqarganingizda bu og'riq kuchayib, kurak tagi bo'ylab yurakka berishi, ya'ni yurakni ham tortib og'ritadi. Bu asosan ko'krak umurtqalarida smesheniya bo'lsa, ya'ni qo'zg'alish bo'lsa, osteoxondroz bo'lsa, eng asosiysi aynan ko'krak umurtqalaridan bizni qovurg'alarimiz o'sib chiqadi va tanani oldiga aylanib chiqib ketadi. Qovurg'alar kelib umurtqaga mana bunaqa birikkan joyida bo'g'im bo'ladi. Ya'ni xuddi qo'limizni bo'g'imlariga o'xshagan barmoqni bu yerda ham bo'g'im bo'ladi ikki chetida. Ana shu bo'g'imlardan qaysidir bittasi artrozi kuzatiladi. Ya'ni o'sha bo'g'imlarda ham yemirilish bo'lishi mumkin. Misol uchun sizda ikkita joyda artroz bo'lsa, ikkita joyingizda og'riq bo'ladi, ikkita tochkada. Bitta joyingizda artroz bo'lsa, demak bitta tochkada og'riq bo'ladi. Bu ham yurakka berib og'ritadi. Buni yo'qotish uchun kurak mashqlari, diafragma noshka deymiz, bu yoqdan keladigan mushak umurtqaga kelib birikadi. Diafragma noshkani mashqlarini, bo'yin mashqlarini birgalikda qilish orqaligina og'riqdan qutulishingiz mumkin. 4 raqamidagi joyda qovurg'alar va umurtqalar orasidagi bo'g'imni ochishimiz kerak. Buning uchun qo'lni xuddi boyagi mashqda 3-mashqqa o'xshaydi, faqat oldinga cho'zganda buraymiz va orqaga kelganda kuraklarni siqib olamiz. Ya'ni oldinga cho'zganda buraymiz, orqaga kelganda kuraklarni siqib olamiz. Mana shu orqali kuraklar orasidagi bo'g'im ochiladi. Buni ham 10 martadan qilsangiz bo'ladi. 5-inchisi esa bel umurtqalaridan to dumg'azaga birikkan joygacha o'rtada og'riq bo'lsa, ko'p o'tirganingizda, ko'p turganingizda mana shu joy achishsa, demak sizda muammo bel umurtqasi bilan dumg'aza birikkan joyda umurtqalar oralig'i kamaygan. Ya'ni spondilyoz, spondilit, spondiloartroz degan kasalliklar yuzaga kelgan. Bunda umurtqalar orasidagi disk yemiriladi va o'sha joyda yallig'lanish kasalliklari, nervlar siqilishining hisobiga belda achish bo'ladi. Buni davolash uchun esa aynan shu joyning mashqlari bor, ya'ni L4, L5 va S1 deymiz. O'sha umurtqalarning mashqlarini qilish orqaligina bundan qutulishingiz mumkin. Mana shunaqa balandroq joyga yostiqmi biror narsani qo'yib, qovug'ingizni o'shanga to'g'rilab burchagiga yotasiz. Sekin yotasiz. Yotganingizda asosiy bizda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu bel qismi cho'zilishi kerak. 6-tochkalar mana bu ikki chetda bo'ladi, yumshoq joyda, ya'ni qovurg'alardan pastda, dumg'azadan tepada yumshoq joy va biqin qo'shib og'riydi. Mana shu ikkita joyda og'riq bo'ladi. Bu asosan mushaklar, kvadratnaya mышца deymiz, to'rtburchak muskul bo'ladi. Buni bitta uchi qovurg'alarga, ikkinchi uchi umurtqaga, uchinchisi esa chanoq suyagiga kelib birikadi. Demak, bu muskulni og'rishida sizda umurtqani ham aybi bo'lishi mumkin, qovurg'alarni ham, chanoq suyagini ham. Shuning uchun siz bu joyda og'riq bo'ladigan bo'lsa, mashqlar, nafaqat bel mashqlarini, chanoqni to'g'rilovchi mashqlarni, umurtqani boyiga o'rtada berilgan mashqlarni qilishingiz kerak. Qovurg'alarning tagidan diafragma o'tgani uchun bunga nafas mashqini ham qo'shishingiz kerak bo'ladi. Shundagina og'riq o'tib ketadi. Yana bitta narsani eslab qoling. Aynan shu joyda buyraklarimiz joylashgan va ichki organlar ham biqin tomonidan kelib shu joyga birikkani uchun bu og'riq ichki organ kasalliklarida va buyrak opusheniyasida, ya'ni buyraklar pastga tushganda, nefroptoz deymiz, kasalligida ham yuzaga kelishi mumkin. Bu vaziyatda mashq qilish kerak bo'lmaydi. Bu vaziyatda aynan qaysi ichki organ kasal, buyrakda opusheniya bormi yo'qmi aniqlab, o'shani davolatishingiz kerak bo'ladi. 6-raqamga shu mashqni qilishimiz kerak bo'ladi. Bu mashqlar orqali qovurg'alar aro mushaklar ochilib, diafragmadan nafas olishimiz yaxshilanadi. Demak, 4 sekund davomida burun bilan sekin nafas olamiz. 3 sekund ichimizda ushlab turamiz va 7-8 sekund davomida juda sekin og'izdan chiqaramiz. Bu mashqni 3 daqiqa davomida qilishingiz kerak bo'ladi. Bu mashq organizmni stress paytida yoki kuchli hayajonlanganingizda qilsangiz, ularni ham bosib beradi. 7-si bu eng pastki tochka. Bu yerda dumg'aza suyagi joylashgan. Agar sizda dumg'azani ikki chetida, ikkita tochkada og'riq bo'lsa, demak sizda dumg'aza suyagi
yo tepaga ko'tarilib qolgan, yo pastga tushgan, to'g'ri bo'lib qolgan, yo yon tomonga qiyshaygan bo'lishi mumkin. Ba'zida buralish ham kuzatiladi. Buning natijasida sizda nafaqat bu joyda og'riq bo'ladi. Oyoqqa ketgan sedalishni nervlaringiz ham tovongacha tortib og'rishi mumkin. Buni faqat kineziolog to'g'rilab bera oladi. Ya'ni kineziolog vrach bu dumg'azani aynan qaysi yo'nalishda qiyshayganligini topib to'g'rilash orqaligina bu og'riqlar ketadi. Ikkinchisi, uy sharoitida agar mashqlar qilsangiz, ya'ni dumg'aza mashqlarini qilsangiz, bu og'riqni nisbatan yengillashtirishingiz mumkin. Chunki uy sharoitida dumg'aza qaysi tomonga qiyshayganini aniqlashning imkoni yo'q. 7-tochkaga qilinadigan mashqlar dumg'azani to'g'rilash hisoblanadi. Buning uchun oyoqni o'tkazib olib, bitta qo'limiz bilan tizzamizni bosamiz va 30 soniya davomida ushlab turamiz. Bo'shashtiramiz. Keyin sekin-sekin 5 marta bosamiz. Va yana 30 soniya davomida ushlab turamiz. Keyingisi esa sal ko'targan holda ikki tomonga harakatlantiramiz. Ikkinchi oyoq uchun ham shu mashqni qilamiz. Bu mashqlarni bajargandan keyin ham og'riqlaringiz kamaymasa, demak muammo jiddiy. To'liq davolanishni istasangiz, quyidagi raqamlar orqali Telegramdan men bilan bog'laning, analiz va MRTlaringizni jo'nating. Albatta konsultatsiya berib o'taman.